pul tepish sizningki hech qanday masalangizni hal qilolmaydi. Siz pul topsam men masala o'ti deb qaraysiz, lekin pul qanchajoq topgan siri sizning masalangiz shunchajoq ko'paydi. Jamiyatda 3 xil odam bor izvanglar. Töven qatlam, o'ttir qatlam, yuqori qatlam deb 3 ga bo'linib pul topgan odamlar. Endi eng töven qatlamdagilar qanday pul topdi desa, talishib pul tepish deymiz mana. Emgak kuchiga tayinib topgan pul degan gap endi. Vaqtimiz bilan emgak kuchini setib pul topdi. Mana eng tövende. Lekin biz ma o'ttirdigilar qandaga pul tepish deymiz mana haqiqiy. Endi ma pul tepishning ma'nosini bilamsizlar? Pul orqali pul tepish degan gap mana. Pul orqali pul tepish. Ma pulni ishlatib pul tepish. Lekin namratadan qandaqdi? Pul topdi, hajito, pul topdi, hajito, pul topdi, hajito, pul topdi, hajito, pul topdi, hajito. Men qanchajoq pul topsam, pul masalasi o'tib, pul men pul uchun ishlamayman deb qaraydi, lekin meni atrofimda nurg'un do'stlarim bor. Million pulisi bor odamlar. Lekin qandaqdi bilamsizlar? Davomli shirkatga qarshi to'g'ri keldi. Davomli ishlash to'g'ri keldi. Agar shirkatdan 1 yil arildi, shirkat bilan vayron bo'ldi. Undaqda pul tepish sizningki jiq pul tepish masalangizni hal qiladi ekan. Ha? Ma pulni qanday ishlatish sizning masalangizni hal qiladi. Agar sizning ko'zingizni mo'yindan to'sib olsa, siz nimani ko'rdingiz? Hech nimani ko'rmadingiz. Siz pulni xo'jayiniga aylangangiz bormi? Mening bo'ppisiga dadisiga aylangangiz bormi? Ha? Unda mening uchun ishlasangiz, buning bo'ppisiga menga aylanmaysiz. Quliga aylanasiz. Mani siz ishlatishni o'rgansangiz, ma'sning gapingizni anglaydi, sizga agishdi. Mani ishlatishni bilmasangiz, qandaqa? Siz mening gapini anglaysiz. Tushunasizlar? Biz qanday qilishimiz kerak ekan? Pul talishib pul tepishdan pul orqali qandaqa pul tepishga o'tish kerak. Qurbanjon muallim, menga hozir jiddiy pul lozim. Meniki dars anglashga vaqtim yo'q. Men darsni o'rgansam lekin pul topgan. Darsingiz bormi? debdi. Undaqda bor. Pulni hajlagan siri ko'p yashningki maxfiydi. Ma dars 999 qo'y, bugun faqat 1 qo'y pul bilan uyangni gap ketalisizlar. Undan keyin Qurbanjon muallimning 2025-yildagi so'zlagan barliq naq maydon darsimni sizlarga sovg'at qilsam, agar sizlar ma darsni o'rgansanglar, 1 yilda 30 ming qo'ydan ortiq pulni topalisizlar. Shuni 1 yilda 30 mingdan 100 ming qo'y pulni ortiq topaydiganlar darhol ayrimxona uchur qilish orqali darsni sinib olsanglar, bu hammanglarni to'r darsini saqlayman.